Qizlarjoni biz hozirgina hijomani tugatdik. Bitta o'zbek ayolimiz kelganlar. Keling o'tiring, sizga choy qilib beraman. Protsedurani tugatdik. Qalay o'zingizni his qilyapsiz endi? Ayting, mana hijomi birinchi marta olindi. Hijomi birinchi marta, rostdan birinchi marta oldim. Bunda tasavvur qilmadim. Ko'rsatgan qondan ancha narsa ko'rindi. Yengil his qildim, boshim og'rib qoldi. Boshingiz og'rig'i bilan keldingiz? Boshim og'riyapti deb kelganimda. Yo'q, yaxshi juda yengil his qildim. Tanangizdan nimadir chiqib ketganini his qilarkansiz. O'zgarish bo'ldi. Alhamdulillah, hozir davlengizni o'lchaymiz, ko'ramiz. Qo'rqqanlarga nima tavsiya qilasiz? Mana hijomadan qo'rqqanlar bor-ku. Bunaqa og'rimas ekan. Kuchli og'riq